2025-yil tugashiga ham sanoqli kunlar qoldi. 2026-yilda orzu va maqsadlaringiz uchun niyat yozishingiz mumkin. Niyatlar daftaringizni ochasizda, unga o'zingiz xohlagan orzularingizni yozishni boshlaysiz. Allohga oson praktikasi, mashina olish texnikasi. Avvalambor siz qachon, qanaqa mashina olishni xohlaysiz, uni aniqlashtirib olishingiz kerak bo'ladi. Yozasiz. Men 2026-yil 17-avgust kuni oq rangli Kia avtomashinasiga ega bo'laman. Allohim men xohlagan mashinani menga yubormoqda. Men Allohimga rahmatlar aytaman. Allohda yuqorida boyliklar juda ham ko'p. Shu barakasidan men ham bugun so'rayapman. Minnatdorman. Yana o'zingizni ichingizdan nimalardir kelsa, uni ham qo'shib yozishingiz mumkin bo'ladi. Har kuni xohlagan orzungiz ustida xuddi shunday yozib borsangiz bo'ladi. Juda ham ko'p praktikalarni men Telegram kanalimda berib boryapman. Hoziroq profil shapkasiga o'ting va meni bepul Telegram kanalimga a'zo bo'ling. Videoni yaqin tanishlaringizga yuborishni unutmang.